Mana fiksatorimiz ham ancha-muncha, fiksator emas, duga. Dugamiz ancha-munchasi tayyor bo'lib qoldi. Mana bu yoqda ham bor. Suvarchi ustamiz suvarkasini qilib yotibdi. Mana bu qolibimiz ikkinchisi. Razmerlar kesilgan, tayyor. Mana ustamiz gaziga bosib suvarkani qilib yotibdi. Usta hormang. Charchamayapsizmi? Mana bu fiksatorimiz. Hali tayyor bo'lmagan bu. Mana bunisi почти tayyor bo'lib qolgan fiksator. Bu ham hali 100% tayyor emas. Mana shunaqa gaplar. Mana shunday qilib ishlab yotibmiz-da. Xudo xolasa. Charchamanglar. Podpiska bosish esdan chiqmasin. Like, podpiska bosamiz. Bugungi ish mana shundan iborat.